Xo'sh, Ulug'bek, ushbu dollarlarni siz nech pulga sotib olyapsiz? Ha, 7000 ga dollar. Kimdan olyapsiz? Biz ham olaylik, Ulug'bekjon. Kim sizga sotyapti? Ha, xalq qahramoni Shukishami? Anisam. Anisaxon, siz sotdingiz. Bu sotmoqchi bo'lmagan o'zi. Kelgan, maqtagan, men dollarim bor degan. Bu bunisi aytgan, menga ham ber degan. Yo'q, sotaman degan. Keyin sinf fondiga olib kelgan pulni berganda. 2000 ga maydaladingiz a? Dars vaqtida. Nima qilsa dars vaqti bo'lsa? Nima farqi bor? Tanaffusda maydalasam ko'rib qolsangiz olib qo'yasiz-ku, opa. Naborot maqtaning, dollar qancha bo'ldi desa, men sinfimda 7000 dan deng. Ikkovingiz ham ota-onangiz keladi. Tushuntirish xati yozadi. Shpioniro, ustoziro. Ha, opa. Ota-onasini sudga bering, dollarda sun'iy qadrsizlantirishdi deb. Bo'lmasa, maktabdan haydalasiz. Maktabdan haydalishdan ham ko'ra ota-onani chaqirib